joylar borki, masalan mana shu Dehqonobod degan joy bor, ha. Oshcha gaplashaylik. Dehqonobod degan joy bor. Hamma yozuvchi deydi. Dehqonobodliklar. Dehqonobod yozuvchi, Dehqonobod yozuvchi deydi. Dehqonobodda mard odamlar hech qayerda yo'q. Dehqonobodda odamlarda mard hech qayerda yo'q. Qachon sen agar mard bo'lsang, o'shanda senga ular mard bo'ladi-da. Agar sen o'zing nomard bo'lsang, senga shunday nomardlik qiladi, mo'mayni ham ko'rsatib yuboradi. Mana shu Dehqonobodda kirmagan qishlog'im qolmagan. Biror marta Dehqonobodda birorta bir so'chi bo'lmagan. Yo biri meni ustimdan yozib, yo bir narsa. Hech qachon unday narsa bo'lmagan Dehqonobodda. Hamma Dehqonobod unday, Dehqonobod unday yuradi. Masalan, men o'sha ularni ko'nglidan borganman.